Yaqinda 25 yoshga to'laman. Aniq bilaman, meni ko'rganingizda shunaqa xayolga kelasiz. Bu qiz juda ham omadli, dunyo kezgan, puli ko'p, ishi zo'r. To'g'ri, juda ham ko'p sayohat qildim, dunyo ko'rdim. Xohlasam ertani o'ziga qaysidir davlatga sayohatga chiqib ketishim mumkin. Lekin bu har doim bunaqa bo'lmagan. Bolaligimda men oddiygina ikkichi, sinfdoshlarim ustimdan kuladigan qiz edim. Rus tili maktabga borardim, lekin rus tilini umuman tushunmasdim. Sinfdoshlarim qo'lini ko'tarsa, men qo'limni ko'tarardim, qo'lini tushirsa, men qo'limni tushirardim. Men maktabni 6 yoshimda boshlaganman. 3 yoshimdan boshlab kichkina yelkamga katta yuklar turishni boshlagan. Allohga behisob shukr, bu yuk bilim olish va o'qish edi. Maktabim musiqa litseyi, skripka, pianino, undan tashqari raqs, gimnastika, suzish hammasiga bir kunda ulgurishim kerak edi. Maktabim uyimdan 50 minut uzoqlikda edi. Har kuni ertalab soat 6 da turib, avtobusda borib kelishimga to'g'ri kelardi. Ko'pincha charchab, uxlab qolib, avtobus oxirgi bekatida uyg'onardim. To'g'ri, voditelь uyg'otardi. Hatto skripkamni juda ham ko'p marta yo'qotganman. Kimga qiziq bo'lsa, men hozir matcha qilaman va bu birinchi marta tayyorlashim. Xullas, bu yo'lim 18 yoshimgacha davom etgan va bu yillar ichida juda ham ko'p sarguzashtlar bo'lgan. Ularni esa xudo xolasa keyingi safar aytib beraman. Matchamga muz solmoqchi edim. Muzim qotib qolgan ekan. Xullas, sizlarga aytmoqchi bo'lganim, hech qaysi bir muvaffaqiyat o'zidan o'zi kelib qolmaydi. Agar sizda hozir hech nima o'xshamayotgandek tuyulsa, bu oxiri degani emas. Istoriyamni davom ettirishimni xohlasangiz, kommentariyada обязательно yozib keting. Men esa birinchi marta tayyorlab ko'rgan matchamni ko'raman va ta'miga baho beraman. Sevib ichayotgan matchamni qatdan olganimni esa opisiyaniyada qoldiraman.